Hurmatli ota-onalar, yoshlar orasida psixofaol moddalarga qaramlik nafaqat jismoniy, balki psixologik jihatdan ham ayanchli oqibatlarga olib keluvchi bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Bolalar va yoshlarda psixofaol moddalarga qaramlikni yuzaga keltiruvchi eng asosiy omillar stress, tushkunlik, tengdoshlar va kattalarning ta'siri, oilaviy muammolar hamda nazoratsizlik hisoblanadi. Aslini olib qaraganda, farzandiga befarq bo'lmagan har qanday ota-onalar ulardagi kichik o'zgarishlarni ham tezda seza oladilar. Diqqat qiling, agarda farzandingizda quyidagi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, ularda psixofaol moddalarni iste'mol qilish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Bu birinchi navbatda psixologik o'zgarishlar orqali ko'zga tashlanadi. Ya'ni, agarda farzandingizda kayfiyat tez-tez o'zgarib tursa, shuningdek, bosh aylanishi, holsizlik, charchoq, atrofdagilar va yaqin insonlarga nisbatan haddan tashqari loqaydlik bilan bir qatorda ko'ziga turli narsalar ko'rina boshlasa va ayni shu xususiyatlar ularning jismoniy hamda ijtimoiy xatti-harakatlarida namoyon bo'lsa, demak siz bunday holatlarda ehtiyotkor hamda ogoh bo'lishingiz talab etiladi. Agarda siz farzandingizda psixofaol moddalar iste'moliga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, unda quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlang. G'azab va keskin reaksiyalar o'rniga xavfsiz hamda samimiy tarzda muloqot o'rnatishga harakat qiling. Qarshi chiqishdan ko'ra farzandingiz bilan birgalikda muammoni hal qilish usulini tanlang. Malakali mutaxassislar yordamidan foydalaning. Mazkur jarayonda sizga psixolog, tibbiyot xodimlari, psixoterapevt, psixiatr hamda narkolog yordami as qotadi. Psixofaol moddalar profilaktikasi haqida so'z ketganda, farzandingizni yaqin do'stlari, tengdoshlari va notanish insonlardan himoya qilish, ularning ijtimoiy holatini nazorat qilish eng asosiy vazifangiz ekanligini unutmang. Va nihoyat eng so'nggi asosiy tavsiyamiz, siz o'zingiz farzandingiz uchun o'rnak, namunaga aylaning. Ota-onalar farzandlarining ko'z o'ngida tamaki yoki turli xil faollashtiruvchi energetik mahsulotlarni iste'mol qilishlarining o'zi bolalarda psixofaol moddalarni iste'mol qilishga qiziqishni yuzaga keltirishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, keling birgalikda mamlakatimiz tayanchi bo'lgan farzandlarni zararli odatlardan himoya qilaylik.